Ma'lum bo'lishicha, Dunyo Uighur qurultiyining rəisi Dolqun ئەيسانىڭ Oqsudagi ئىنىسى خۇشتار ئەيسا 1998-yili bir qatim tutqun qilinib, 2 yillik kesilgan va jazo muddatini bitirib chiqqan edi. O 2017-yili lager tutquni boshlanganda, u sobiq tutqunlar qatorida qayta tutilgan va muddatsiz kesilgan. Vaziyatdan xabardor kishining aytishicha, Xustar Aysa 1996-yili Shian qatnash universitetini bitirgandan keyin aksi Dolqun Aysaning siyosiy masalasi tufayli bir mahalla xizmat tepishda qiynalgan. O xizmat izlab yurgan kunlarda uning atalmish jinoyatlari bayqalib 1998-yili 2 yillik kesilgan. Dolqun Aysanın ailesini yaqindan tanıydigan, növbətdə Shveysariyada yaşayotgan Habibullah izchining aytishicha, Xustar Aysa jazo muddatini tugatib chiqqandan keyin bir do'sti bilan sheriklashib Ardabil nomida bir restoran ochgan. Ma'lum bo'lishicha, Xustar Aysa sababli mazkur restoranda kirib chiqayotganlar soqchilar tarafidan izchil nazorat qilingandan keyin Xustar bu restorandagi sherikchilikdan voz kechishga majbur bo'lgan. Vaziyatdan xabardor kishining inkosida bayon qilinishicha, u bir mezgil Oqsudagi bir shofirlik maktabida o'qituvchi bo'lgan va shofirlik nazariyasidan dars bergan. Uning aksi Dolqun Aysaning konu do'st va savoldoshlari bilan ko'rishishi va o'zi hurmat qilgan donliq ziyolilar bilan uchrashishi bo'lsa, terrorlikqa tayyorlik qilish deb bekitilgan. Uning yurtidagi to'nilgan diniy zotlar bilan jamoat so'rinlarida uchrashganda qizg'in mungdishlari bo'lsa, diniy asabiylikning alomati deb ayblangan. Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash apandi bayonot e'lon qilib, Dunyo Uighur qurultiyi raisi Dolqun Aysaning inisi Xustar Aysaning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligini aybladi va Dolqun Aysa va uning oilasidagilardan hol so'radi. Abdujalil Qarqash apandi Xitayning Uighur faoliyatchilarining oilasini go'rga elib olish va turmaga tashlash orqali ularning kurishiga to'sqinlik qilishga urinayotganligini, ammo Xitayning hech bir vaqt maqsadiga yetolmaganligini aytdi. Angliyalik professor Angus Dalglish va Norvegiyalik Birgis Sorensen yozgan tadqiqotida Xitoyning Wuhandagi tajribaxonada koronavirusni ishlab chiqarganligi va ta'tir qurilish orqali izini yushirganligi o'tirg'a qo'yilgan. Kundalik pochta gazetining xabariga qaraganda, texi e'lon qilinmagan yangi tadqiqotda Xitoy tadqiqotchilarining Wuhandagi tajribaxonada koronavirusini borliqqa keltirganligi, ondan virusni shahardan tabiiy taraqqiy qilganda qilish uchun ta'tir qurilish texnikasi bilan izini yo'qotishga uringanligi o'tirg'a qo'yilgan. Tadqiqotda o'tirg'a qo'yilgan ayblashlar virusning Xitoy olimlarining Wuhandagi bir turda ishlayotganda paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatib bergan bo'lib, Xitoy tajribaxonalaridagi sonliq ma'lumotlarni qasddan yo'qotish, yushurush yoki buzish ayblashlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotda yana Xitoydagi tadqiqotchilarning sukut qilishga majburlanganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitay Amerikaning yaqinda diniy erkinlikka daxl taruz qilgan Xitay amaldorlarini jazo tizimiga kirgizish qaroriga qarshi Amerikidin o'ch olgan. Xitay Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian 26 may Beijingda o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerikaning xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq hay'at a'zosi Johnny Moorga jazo yurgizganligini, u va oila a'zolarining Xitoy, Hong Kong va Omanga kirishni cheklaganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Billiken 12 may parlamentga 2020-yillik xalqaro diniy erkinlik yillar dokladini sungan bo'lib, dokladda Xitoyning bid'atning oldini olish va bir taraf qilish markaziy rahbarlik guruhi Chengdu ishxonasining sobiq mudiri Uighurni kishilik huquqni og'ir darajada dafsanda qilish, Falun Gong murtlarini xohlagancha tutqun qilish va ziyonkashlik qilishga chetishlik bo'lish bilan ayblagan. Shu sababli uningga jazo e'lon qilib, Uighur va uning urug' tuqqanlarining Amerikaga kirishini cheklagan. İsrailiyadagi o'nchil ko'z qarashlari bilan ko'zga ko'ringan Yamina partiyasining rahbari Naftali Bennett bosh ministr Benyamin Nitaniyaxuga qarshi ittifoqqa kirib birlashma hukumat tashkil qiladiganligini e'lon qildi. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, agar Bennett yana bir o'qituvchi Lapid bilan birlashma hukumat qursa, Bennett tunji bo'lib Benyamin Nitaniyaxu 12 yil tutib turgan bosh ministr o'rnida o'ldirildi. 23 mart İsrailiyada o'tkazilgan saylovdan keyin prezident Rivlin bosh ministr Nitaniyaxuni birlashma hukumat tashkillashga tayinladi. Nitaniyaxu 5-oyning 4-kuni bu vazifani prezidentga qaytarib berdi. Chunki u birlashma hukumat tashkillashga yetarli yordam topolmadi. Shuningdek keyin Rivlin 5-may Nitaniyaxuning raqibi Lapidga birlashma hukumat tashkillash huquqini berdi.
Kanadaning g'arbidagi Britaniya Kolumbiya o'lkasida ilgari yerliklarni assimilyatsiya qilishga ishlatilgan yotoqliq maktabning beg'ida 215 yerlik bolaning jasadi topilgan. Egillanishicha 215 yerlik bolaning jasadi 1969-yilgacha faoliyat qilgan bir yotoqliq maktabning beg'idan topilgan. Ommaviy qabri yer yuzi radar usul bilan elib berilgan tekshirishlar natijasida bayqalgan. Kamplop şəhərə yaxın joyga joylashgan katolik yotoqliq maktabi bir asrdan ko'proq vaqt ilgari yerlik bolalarni Yevropa ko'chman bolalarga majburiy moslashtirish uchun ochilgan. Bolalarning qanday o'lganligi aniq emas. Kanada 2008-yili bu maktablarda hayot qolganlardan kechirim so'ragan. 2015-yili tekshirish komiteti ularni madaniyat irqiy qirg'inchiligining ziyonkashligiga uchirgan deb e'tirof qilgan.